Mubashshir Ahmad shifoxonada 2025-yil oktyabrida 2,5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan Mubashshir Ahmad taxallusi bilan tanilgan Alisher Tursunov 20-fevral kuni chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik uchun Navoiy viloyati Qiziltepa tumanidagi 5-sonli jazoni ijro etish koloniyasidan Toshkentga olib kelingan. Uning advokati Abdulloh Sodiqning so'zlariga ko'ra, Alisher Tursunov Yashnobod tumanidagi xalq orasida Sangori nomi bilan mashhur bo'lgan 23-sonli mahkumlar uchun ixtisoslashgan kasalxonaga vaqtinchalik ko'chirilgan. Advokatning ta'kidlashicha, chap oyoq artrozi va qandli diabet tashxislari qo'yilgan. Mubashshir Ahmadning oyoqlarida yana shish paydo bo'lgan. Shu sababli jazoni ijro etish muassasasi shifokorlari uni to'liq va chuqurlashtirilgan tartibda tibbiy ko'rikdan o'tkazish uchun poytaxtga yuborishga qaror qilgan. Tibbiy ko'rik kamida 2 hafta davom etishi kutilmoqda. Kun.uz